Assalomu alaykum. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Men Buxoro viloyati Romitan tumanida oddiy bir qishloq qiziman. Romitan tumanida yashayman. Hozirda bir nafar farzandim qo'limda. 3-sinf o'qiydi maktabga. Sharoitim og'irligi tufayli, sog'ligimda muammolar borligi tufayli sizga murojaat qilyapman. Men 12 yildan beri uysiz edim. Allohdan so'rab, duo qilib ishladik. Allohga shukr. Uyimiz andavasi bilan to'ylar chiqib o'tirgan bo'lsa ham bizga tilla qasrday ko'rinadi. Ustimizdan suv o'tsa ham shu. Allohga shukr. Allohim shunchasini berdilar. Bu yog'ini ham Allohim yetkazadi degan umidda biza hozir sizdan o'tinib so'rayman. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli O'zbekiston ahli, sizlardan o'tinib so'rayman. Ro'za Ramazon oylarida davolanishga muhtojman. Hech bir zobi uchun 300 ming pul to'lab nimadan o'tishim kerak ekan. Revmatizmim bor, epilepsiya, tutqanoq kasalim bor. Sizlarga yana xudolim ham ko'tarib tushadi. Qonim tushib ketadi, yiqilib qoladigan kasalim bor. Qizim maktab boradi, o'sha patenkam yirtilgan, boshqa qilgan deb bir haftadan beri azob beradi, yig'lab olib bermaysizlar deb. Aziz peshalar yordam bermoqchi bo'lganlar, yozinglar. Xo'jayinim ma'lumot uchun xo'jayinim 3 oy bo'libdi Rossiyaga ketganlariga. Olana qog'ozlari to'g'ri taq. Hamma narsa qarzga, yo'l kirollari ham qarzga ketganlar. Hali bir to'g'ri pul tashlaganlari yo'q bizaga. Ro'zg'orimiz qara qozon bitta piyoz bo'lsa ham, bilan bo'lsa ham qaynayapti, alhamdulillah. Iltimos, shu davolanishga, qizim uchun yashashga yordam beringlar, oyoqqa turib.